Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan men Naimjon YouTube kanalimizdagi texnik tahlillar bo'yicha 3-darsimizga xush kelibsiz. Xo'p, 3-darsimizda nimalarni o'rganamiz? Bu darsimizda boss, retest va fake outlarni o'rganamiz. Xo'sh, bu mavzuga chuqurroq o'tishdan oldin keling oldingi darsimizda nimalarni o'rgandik. O'tgan darsimizda biz market structure tushunchasini qisqacha ko'rib chiqdik. Xo'p, bozor tuzilishi. Bozor tuzilishi o'zi qanday? Bozor qanday harakat qiladi? Bularni o'rgandik. Bozor trendlari bo'yicha harakatlanadi. Biz uptrend, downtrend va consolidationlarni o'tgan darsimizda o'rgandik. Xo'p, bozor nimaga harakatlanadi? Bozor xaridor ustunlik qilganda yuqoriga, ya'ni uptrendga harakat qiladi va higher high va higher low, ya'ni yuqori va quyi cho'qqalarini hosil qilib yuqoriga harakatlanadi. Xo'p, down trendimiz esa bozorda sotuvchilar ustunlik qilganda narximiz, ya'ni pastga harakatlanadi. Biz buni down trend deymiz. Ko'rib turganlaringizdek, bu yerda high low va higher high higher low yuqoriga harakat qilyapti narximiz. Oldingi cho'qqisidan yuqoriroq cho'qqi, ya'ni oldingi narxdan yuqoriroq narxni hosil qilib shakllantirib trendimizni davom ettiryapti. Down trendimizda esa oldingi narxidan quyiroq narxni hosil qilib pastga qarab harakatlanyapti. Biz ko'rib turganingizdek buni uptrend, ya'ni buni uptrend va buni downtrend deb ataymiz. Agarda consolidation bo'lsa nima qilamiz degan savolga, consolidation bo'lsa narx tepaga ham pastga ham harakatlanmaydi, ya'ni narx harakatlanadi. Ya'ni oldingi highni dan yuqoriroq cho'qqini hosil qilmasdan harakatlanadi. Ya'ni bu yerda ko'rsak bo'ladi, consolidationimizda narximiz, ya'ni yonga harakat, tepaga ham pastga ham bo'lmaydi. Buni biz flat yoki consolidation deb ataymiz. Xo'p, qisqacha oldingi darsimizni takrorlab oldik. Endi bugungi darsimizning asosiy qismiga o'tamiz. Boss, breakout structure nima? Ya'ni strukturaning buzilishi. Joriy trend yo'nalishidagi eng oxirgi cho'qqi higher high yoki eng quyi cho'qqi lower low tomonidan yorib o'tilish. Bu yerda ko'rib turganingizdek, uptrendga misol qilganmiz. Bu yerda highimiz bo'lsa, bu yerda low. Yana trendimiz nima qilyapti? Tepaga harakatlanyapti-da, bu yerda oxirgi narxini yorib o'tyapti, yuqoriga harakatlanyapti. Biz shu yerdan tushunishimiz mumkin. Trendimiz davomiy, ya'ni uptrendda harakatlanyapti va bu yerdan korreksiya qilyapti-da, oldingi quyi narxidan yuqoriroq narxni shakllantirib va yana tepaga harakat qilib, bu yerdagi yuqori narximizdan ya'ni bu yerdan buzib, ya'ni bu narximizdan yuqoriroq hosil qilib trend davom etyapti. Xuddi shu narsa down trendimizda ham. Down trendimizda pastga qarab shakllanadi. Lower low, ya'ni eng quyi narximizdan yana ham pastroq narxni shakllantirsa, biz trendimiz davomiy down trendda ketayotganini bilsak bo'ladi. Consolidationda bo'lsa, u faqat yonga harakatlanadi. Agarda konsolidatsiya buzilganini bilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, doim narx qayerdan qaytayotganini bilishimiz kerak. Ya'ni support resistance degan mavzu bor, uni keyinroq o'rganamiz. Agarda doim bir narxdan qaytgan bo'lsa, shu narxni 1-2-3 marta test qilib, oxirgi 4-chisida yorib chiqargan bo'lsa va retest qiladigan bo'lsa, ya'ni biz konsolidatsiyada, ya'ni trend boshqa yo'nalishga o'zgartirdi, ya'ni xarakterini o'zgartirdi deb aytamiz. Bu yerda ham trend davomiylik ketyapti, xarakterini o'zgartirgani yo'q. Xarakterini o'zgartirish uchun uptrendimizdan misol tariqasida ko'rsataman, down trendga o'taman. Misol uchun bunimiz harakatlanyapti, to'g'rimi? Ya'ni high, higher high, higher high, higher high va bu yerda korreksiya qilish kerak-da. Bu low, higher low narximiz, to'g'rimi? Buni chizadigan bo'lsak, bu narximizni buzib olmaslik kerak, ya'ni yuqoriroqda yopilish kerak. Trend davomiy bo'ladigan bo'lsa, lekin trendimiz davomiy bo'lmaydigan bo'lsa, buni buzadi, retest qiladi va pastga
harakatlanadi. Bu yerda biz trend trend xarakteri buzilishini ko'ramiz va bu yerda uptrend va bu yerda down trendga o'tganini ko'ramiz va biroz yana yuqori ko'tariladi va yana pastga tushadi. Bu yerda misol uchun low bo'lsa, bu high bo'ladida, bu lower low bo'ladida, bu lower high bo'lib down trendimizga o'tadi. Mana bu yerda change of character hosil bo'ladi. Ya'ni xarakter buzilishi, down trenddan up trendga o'tishi bo'ladi. Xo'p, bunda trend davomiy bo'lmaydi, davomiyligi buziladi bu holatda. Xo'p, ya'ni breakout structure, struktura buzilishini qayerdan bilamiz? Biz yapon shamchilaridan foydalanamiz. Yapon shamchalari oldingi narxini misol uchun chizadigan bo'lsak, harakatlanyapti. Bularda o'rnidan shamcha borni tasavvur qilinglar. Shamcha harakat qilyapti. Yana bu yerda harakatlanyapti. Endi bu yerdagi shammizdan misol uchun bu yoqqa tortamiz. Bu yerda boss bo'ladi. Qachonki bu yerdagi shammimizni tanasiga to'g'ri kelsa, narxni tortganimizda oldingi narxni cho'qqisidan shu shamchani uchidan tortganimizda bu yerda oldingi narxni tanasi bilan yorib o'tgan bo'lish kerak. Shundagina boss bo'ladi. Agar tanasi bilan emas, mana bunday holatda bo'lsa, xo'p, bu yerda shamchamiz deylik. Shamcha kun davomida tepaga chiqib, yana qaytib tushdi. Ya'ni biz tanasiga urmadik. Bu holatda bu fake boss bo'ladi. Ya'ni hali trend buzilmadi. To'liq tasdiq bergani yo'q. Xo'p, haqiqiy boss bilan soxta bossni qanday ajratamiz? Xo'p, bizda trendimiz misol up trendda harakatlanayotgan bo'lsa, ko'ramiz uni. Up trendda harakatlanyapti. Xo'p, bu yerda qanaqadir biz yapon shamchasi hosil qilganini bildik va bu yerda 10 tomonga qarab chiziq tortganimizda, trendni tortganimizda bu yerdagi shamni tanasiga borib uriladigan bo'lsa, boss okey, tasdiqlanadi. Mana bu shartimizni qanoatlantiradi. Tana bilan yopilishi, candle body close. Haqiqiy boss tasdiqlanishi uchun shamning tanasi avvalgi cho'qqi yoki quyi darajadan yuqorida yoki pastga bo'lishi shart. Bu uptrendimiz uchun. Agarda xuddi shu narsani chizamiz, yana u shamchamiz, bu qizilda chizyapman, unga e'tibor bermaysizlar. Ya'ni qizil shamchani tushunib olmaylar. Bu yerdan trend liniya tortadigan bo'lsa, liniya. Agarda bu wick shamcha soyasiga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, biz nima deymiz? Bu ya'ni boss bo'lmadi deymiz. Ya'ni soyaning bu ikkinchi holatimizga. Soyaning o'zi agar faqat soyasi wick bilan darajadan o'tib orqaga qaytsa, bu boss emas, balki liquidity sevib hisoblanadi. Kuchli momentum displays haqiqiy boss ko'pincha katta hajmli va kuchli impulsiv shamlar bilan sodir bo'ladi. Bu esa yirik o'yinchilar ishtirokini ko'rsatadi. Xo'p, kelinglar retest va fake out'ni ham o'rganamiz. Undan keyin trading view'ni ochib, trading view'da hozirgi holatlarda retest qilyaptimi, uptrendmi, downtrendmi, boss bo'ldimi, fake out berdimi, hammasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, retest o'zi nima? Retest yana qaytib yorib o'tgan zonasini tekshirish. Bunda qanday bo'ladi? Tasavvur qilinglar. Narximiz, ya'ni trendimiz uptrendda harakatlanyapti yoki downtrendda yoki konsolidatsiyada. Kelinglar, yana ham osonroq bo'lishi uchun konsolidatsiyani olaylik. Narximiz shu liniyaga tegib, shu zonaga tegib harakatlanyapti. Ya'ni bir marta bu shu zonadan qaytdi, shu narxdan. Yana bir marta borib shu narx atrofidan qaytdi. Aynan shu narxdan qaytadi degan narsa yo'q. Ya'ni bu narx misol uchun $6 bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ham aynan $6 qaytadi degan narsa yo'q. Misol 590 yoki 6 dan qaytishi ham mumkin. Va uchinchisida keldida
Bu agarda biz chiziqlikni tortadigan bo'lsak, bu yerda o'z tanasi bilan yorib chiqdi va bo's qildi. Tana bilan yorib chiqsa bo's bo'ladi degandek va narx yana yuqoriga harakat qildi. Bu yerda qarshilik vazifasini, ya'ni resistance vazifasini bajarayotgan edi. Uni keyinroq darslarda o'rganamiz. Xo'p, keyin narx pastga tushdi. Narx pastga tushib, o'zini yorib o'tgan oldingi qarshilik zonasini test qilyapti va bu yer supportga aylanib qoladi. Endi bu zona qo'llab-quvvatlash liniyasi bo'ladi, zonasi. Bu yerdan narximiz yuqoriga nima qiladi? Yuqoriga harakatlanib ketadi. Mana bu jarayon biz retest deymiz. Oldingi qarshilik zonasini yorib va uni qayta tekshirib, yorgandan keyin supportga aylanadi, qayta tekshirib yuqoriga harakatlanishini biz retest deymiz. Albatta biz qayerdan sotib olamiz degan joyga yorib o'tgan zonasini buzib qayta test qilgandan keyin ana birinchi shamchadan ishonchimiz hosil bo'lgandan keyin olamiz. Xuddi shu narsa bu tepada ko'rdik. Endi agarda bu pastga buziladigan bo'lsa-chi, buzildi deylik, tana bilan yorildi va yana bitta pastga tushdi-da, yashil shamcha hosil bo'ldi, yashil shamcha. Ya'ni bu yoqqa kelib, oldingi support zonasini yorib, pastga tushib va qayta test qilib, bu yerdan qarshilik endi resistance'ga o'zgaradi-da, resistance. Bu yoqda support edi va bu yerdan pastga ketadi. Xuddi bu narsani biz nima deymiz agar retest qilyapti. Retest qilyapti deymiz. Ham bu uptrendga ham downtrendga ham namunani ko'rdik. Buni trading view'da ham ko'ramiz. Umumiy tushuncha olish uchun hozir gapirib o'tyapmiz. Retest qayta sinov tushunchasi nima uchun narx orqaga qaytadi? Bozor yorib o'tilgandan so'ng darhol to'g'ri chiziqda ketmaydi. Yirik institutlar o'zlarining to'ldirilmagan buyurtmalarni, limit orderlarini olish uchun narxni pastga tushirishadi. Retest bu darajaning sinovdan o'tishi va yangi kuch bilan trend yo'nalishini davom etish jarayonidir. Optimal kirish nuqtasi retestda shakllanadi. Xo'p, tushundik. Xo'p, retest qilinadigan asosiy zonalar: order block, fair value gap va support resistance zonalari. Order block impulsiv harakatdan oldingi oxirgi qarama-qarshi sham. Bu yerda banklarning eng katta hajmdagi buyurtmalari yotadi. Fair value gap nima? Bozordagi muvozanatsizlik, imbalance. Ya'ni narx ushbu bo'shliqni to'ldirish, ya'ni qayta balans qilish uchun har doim qaytishga moyil bo'ladi. Bu 100% qaytadi degani emas, ya'ni qaytishga moyil bo'ladi. Avvalgi qarshilik resistance darajasini yorib o'tilgach, endi kuchli qo'llab-quvvatlash zonasiga aylanadi. Ko'rib turganingizdek, support resistance esa supportga aylanadi. Bitta shundan tashqari ham qayerdan retest olish mumkin degan savolga order block, fair value gaplardan ham retest oladi. Bu smart money konsepti deyiladi. Buni alohida bitta mavzu qilib, order block, fair value gap va liquidity sweep qilib tushuntirib beraman. Xo'p, endi fake out, ya'ni yolg'on yorib o'tishlar. Fake out chakana treyderlar, ya'ni biz kabi, siz kabi treyderlarni tuzoqqa tushirish, bozordagi likvidlikni yig'ib olish uchun olish mexanizmi. Xo'p, bozorda market makerlar shakllantiradi. Misol uchun, agar bozorda likvidlik bo'lmasa, qanday bitimlarimizni yopamiz? Kimga sotamiz, yoki kimdan olamiz? Shuning uchun market makerlar bozorni shakllantiradi. Hop, fake out liquidity hunt nima bu? Boya aytib o'tganimdek, misol resistance qarshilik zonasini buzib o'tgandan keyin ko'p treyderlar FOMO bo'ladi, ya'ni fear of missing out. Biron nimadan quruq qolayotgandek arzonroqdan sotib olay deb kirishadi. Afsuski, tasdiq kutishmaydi. Ya'ni biz aytganimizdek,
Bo'sh bo'lgandan keyin biz retest kutishimiz kerak. Retest qilgandan keyin oldingi qarshilik zonasi supportga aylanishini kutishimiz kerak. Keyin kirishimiz kerak. Biz shoshilib misol uchun kiramiz va o'zimiz ham kirganmiz va narx tushib ketgandan keyin panikaga tushib boshqa bo'lib nimaga oldim, o'zi nimaga men olsam narx tushib ketadi degan narsalar boshimizda aylanadi keyin. Nimaga bu soha menga emasmi? Yo'q, bu soha sizga, hammaga. Lekin shoshilmaslik kerak. To'g'ri joyda kirishni bilish kerak va kuzatish kerak. Hech qachon shoshilmaslik kerak. Sizni qanday tuzoqqa tushirishadi? Retail treyderlar qarshilik chizig'i buzilganda breakout deb sotib olishni boshladi va stop losslarni pastga qo'yishadi. Yirik banklar narxni ataylab tepaga chiqarib, keyin keskin pastga qulatadi va barcha stop losslarni urib yuboradi va fake out deb katta pul tuzog'iga tushib qolmaslik qoidalarini o'rgan. Xo'p, aytib o'tganimizdek, qarshilik zonasini buzgandan keyin bu qo'llab-quvvatlovchi zona bo'lish retest qilishni kutishimiz kerak. Ko'p holatda nima bo'ladi? Bu trendimiz harakatlanyapti. Misol flatda harakatlanyapti. Bu buzdi. Tana bilan buzdi. Va ertasi kuni qarasanglar, bu yerda buzdi-yu. Sirazi kirib oladi-da ko'p odam. Ertasi kuni qarasanglar, uzun qizil shamcha bo'ladi. Nima bo'ladi bu yerda? Bu yerda siz kirganingizdan keyin nima qilasiz? Mana bu yerga stop loss qo'yasiz. Mana shamcha buzgan shamchangizni pastiga stop loss qo'yasiz-da. Siz uzun qilib bu yerda market makerlar, yirik institutsiyalar, hedge fondlar bular likvidlik o'zlariga sabab qiladi-da, yaratishadi-da. Va bitta qattiq tushib, polni stop losslarni urib, ya'ni olib ketishadi. Shuning uchun shoshilmaslik kerak. Bu yerda kirmaslik kerak. Ya'ni buzilgandan keyin kutish kerak. Ya'ni chiqsin, yoki bunaqa bo'lsin, yoki yana bitta o'ssin. Keyin qachonki bu zonani test qilib, keyin yana yashil shamcha hosil qilsa, bu yerdan kirish kerak. Bu yerdan kirish kerak-da. O'zingizni risk and reward ratio'ingizni qo'yib, 1:3 nisbatda klassikada misol $1 risk qilsangiz $3 ishlayman deb kirish kerak bozorga. Ko'p holatda bunaqa holatlarda odamlar retail treyderlar kiradi-da, shoshiladi. Aytganimdek FOMO'da, fear of missing out, ya'ni biron nimadan quruq qolayotgandek tezda kirib oladi-da, natijasi shu yomon bo'ladi. Nimaga men olsam narx tushadi, nimaga men sotsam ko'tariladigan narsa bo'ladi. Xo'p, umumiy olganda bo'sh nima, fake out nima va retest nima tushuncha paydo bo'ldi. Xo'p, bularning farqlari ko'ramiz. Xo'p, kelinglar sizlar bilan retest, bo'sh va fake outlar uchun namunalar ko'ramiz. Xo'p, Johnson & Johnson aksiyasini ochganman. Bu oldingi tahlilim. Xo'p, bu xuddi shu yerda retest bergan. Bu yerdan trend liniya tortganman. Va bu yerda kuchli support liniya borligini bilib, mana bu yerda. Bu yerda tushgandan keyin, tasdiq bergandan keyin kiramiz deb bu yerga strong buy deb yozib qo'yganman. Xo'p, bu harakatlanib tushdi va yuqorida bu liniyani ko'rib turganlaringizdek tanasi bilan yopdi. Mana bu yerda tanasi bilan yorib o'tdi va ko'rib turgan bo'lsa bitta qizil sham paydo bo'ldi. Qizil sham paydo bo'ldi-da, ertasi kuni yashil sham paydo bo'ldi. Mana yashil sham paydo bo'lib, mana bu yerdan qaytadi, yana qaytganimizda mana bu yerda xaridorlar kuchayayotganini bildiradi. Mana bu yerda shu yerlarda kirish kerak. Va narx yuqoriga harakatlandi va yana bu yerlarda yana ortga qaytib, xuddi shu trend liniyani test qilyapti. Yani
ko'ryapsizlar, test. Yana shu yerdan bir marta bu yerda qilyapti, yana shu yerim support vazifani bajaryapti. Oldin qarshiligini ana bu yerdan tepada chizib ko'rsataman. Bu yerdan tepada qarshilik, ya'ni resistance. Buni pasi, endi bu support bo'ldi. Support bo'ldi. Bu yerda support vazifasini bajaryapti va narximiz yuqoriga harakatlanyapti. Shu yerdan ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda men kunlik time frame'da, agarda kichikroq time frame'ga oladigan bo'lsak, yana ham chiroyli ko'rinadi. Xo'p. Narx mana 1 soatlik time frame'da ham tanasi bilan yorib o'tyapti. Tanasi bilan yorib o'tdi-da va bu yerga kelib retest berib, narx tepaga ketdi. Biz bu yerda yashil shamsiyadan kirib olishimiz kerak va kutishimiz kerak. Va bu yerda yana qaytyapti-da, shu liniyamiz supportga aylangan, mana supportga. Oldin resistance edi, endi supportga aylandi. Bu yerdan yana qayta xaridorlar kuchayapti, narx juda ham impulsiv yuqoriga harakatlanyapti. Xuddi shunaqa ishlaydi sistema. Xo'p, mana bu yerda ko'rib turganlaringizdek, bu yerdagi qarshilik zonamiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 qilib mana bu yerda test qilganda yorib o'tgan. Mana bu yerda hamma breakout bo'ldi deb sразу kirib ketadi. Mana retestni kutish kerak. Retest qilib mana narx pastga tushdi va bu yerda tepada, ya'ni bu liniyamiz endi support vazifasini bajarib tepada bo'lish kerak edi. Va bu yerdan biz kirishimiz kerak edi, bay olishimiz kerak. Afsuski keyingi kun narx pastda ochildi. Va yana hali ham bunimiz qarshilik vazifasini bajaryapti, resistance vazifasini. Biz nima qilishimiz kerak? Kutib turishimiz kerak shuning uchun. Mana bu holatda siz sotib olasiz, men otam, narx tushib ketadi deb keyin bu yerda bilmaysiz-ku mana keyingi kunlar nima bo'lishini, to'g'rimi? Baribir hammasi ehtimollar nazariyasi, ehtimollik. Keyin narx tushib ketgandan keyin, "Voy, narxlar tushib ketyapti. Bu yana ham tushib ketadi shekilli" deb o'ylab, o'zingiz sotib olasizda, bitta bu yerdan keyin narx o'sishni boshlaydi. Sotsam o'sadi degan narsa bo'ladi. Ana bu yerimiz bizda fake out bo'ladi. Fake out. Bugungi darsimiz ham nihoyasiga yetdi. Savollaringiz bo'lsa kommentarlarda yozinglar. Va oldingi darslarimiz, yana ikkinchi darsimizni ko'ring. Bozor strukturasini yaxshilab o'rganing. 3-darsimizni ham ko'rib, shunga doir misollar o'zingiz 10 ta, 15 ta, 20 ta qayta qilib mustahkamlashga harakat qiling. Sizlar bilan Naimjon, keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan Naimjon, keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr.